Stressdan semirishni to'xtatish mumkinmi? Albatta buni dietalar bilan amalga oshirib bo'lmaydi. Avvalo asab tizimini tinchlantirish kerak. Qanday qilib deysizmi? Buni eng zo'r 3 ta real ishlaydigan usuli bor. Birinchisi uyquni tiklash. Tanada eng yomon yog' yig'uvchi bu uyqusizlik. Agar siz kech uxlasangiz kortizol tushmaydi va tana o'zida yog'ni saqlab qoladi. Ikkinchisi, o'zingizni ayblashni to'xtating. Eplay olmayapman, men ozolmayapman deganingiz sari stress yana ham ortib boradi. Uchinchisi, har gal o'zingizni yomon his qilganingizda bu hissiyotning nomini topishga harakat qiling. Masalan, bugun charchadim, bugun asabiylashdim yoki bugun o'zimni yolg'iz his qildim, shunga o'xshash. Sababi inson hissiyotlarni tan olganda buni ovqat bilan yopmaydi. Semirish bu faqat ovqat emas, bu ruhiy holatga bog'liq. Agar siz stressdan semirishni rostdan ham to'xtatmoqchi bo'lsangiz, 1, 2, 3 qism qo'ygan videolarim ko'ring va unda eng ishlaydigan zo'r texnikalar berganman. O'zingizni ayblamasdan bu mashqlarni bajarishni boshlang va albatta uddalaysiz.